Bugungi video qo'llanmamiz Excel'dan prixod qilish bo'ladi. Ya'ni поставщикlar tomonidan Excel'da sizga short faktura yuborishadigan bo'lsa, birma-bir kirim qilgandan ko'ra, hammasini Excel'ni variantda olib turib, uni to'g'ri настройка qilgan holatda Ofon programmasiga bemalol F-apteka orqali prixod qilish mumkin bo'ladi. Short fakturalar Excel'ni variantdan Telegram orqali yuborilgan bo'lishi kerak. Didox yordamida yuklab olingan short fakturalarni prixod qilib bo'lmaydi. Sababi Didox yordamida Excel'ga yuklab olingan hujjatlarda kerakli informatsiyalar bo'lmaydi. Shuning uchun поставщикka yoki kerakli distribyutor yoki rayonniy menejeringizga aytadigan bo'lsangiz, o'sha siz sotib olgan tovarlarni ro'yxatini short fakturasini Telegram orqali sizga yuboradi va uni to'g'ri настройка yordamida prixod qilishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun F-apteka programmasiga kiramiz. Prihodni bosamiz. Prixod qatorining eng oxirida Загрузить Excel joylashgan. Загрузить Excel'ga kiramiz va поставщик, ya'ni yetkazib beruvchining to'g'risida ikki xil variant bor. Bittasi firmalar ro'yxatda ochiladi, bittasida ushbu firma, ya'ni поставщик mavjud bo'lmasa, bemalol qo'shib olish imkoniyati. Xo'p, biz hozir Grand Farmni short fakturasini Excel'ni variantda prixod qilamiz. Buning uchun kerakli поставщикni qidirib topamiz. Grand Farm Trade. Bundan so'ng tip natsenki turini to'g'risida joylashgan kitobchasini bosamiz. Summovoyni tanlaymiz. Agarda siz ushbu поставщикdan birinchi marta Excel'ni variantda prixod qilayotgan bo'lsangiz, faqatgina bir martagina настройка qilinadi. Ya'niki har safar настройкani to'g'irlashga hojat qolmaydi. Bir martagina bitta поставщик uchun bitta настройка yetadi. Grand Farm uchun bitta qatorlarni настройка qilib qo'yganimizdan keyin boshqa bunga настройка qilmaysiz. Faqatgina faylni kerakli joyga saqlanib qilib, uni ochish kifoya hisoblanadi. Buning uchun Telegramdan o'sha поставщик yuborgan nakladnoyni ochamiz. Ushbu holatda Excel'ni variantda keladi. Endi biz buni настройка qilishimiz kerak. Xo'p, dori mahsulotlari bo'yicha Grand Farm tanlaganimizdan keyin o'rta oynada bo'sh настройка, ya'ni hech qanaqa настройка qilmaganligi uchun hech qanaqa raqam joylashmaydi. Mishkan o'ng tomonni bosamiz, новый настройкani tanlaymiz. Naminamayna, ya'ni dori mahsulotining naminaynasi Excel'da qaysi joyda, ya'ni qaysi qatorda joylanganini bizdan so'raydi. Naminamaynaning to'g'risida strelka bor, bosamiz, Excel'ni variantga o'tamiz. Dori mahsulotining nomi B qatorida joylashgan. Ya'ni bu yerda dori mahsulotini tanlaganimizda tepada B va S ni ko'rsatib turgan taqdirida ekran burchagining eng tepasida mana qaysi biriga tegishliligini bemalol bilib olsak bo'ladi. Ya'ni B qatorida o'tdi. Bizga B bilan S ni belgilab berganida ham, demak, dori vositasining nomi B qatorida turganini bemalol bilsak bo'ladi. Dori mahsulotining nomi B qator turibdi. Naminamaynadan strelkani bosamiz. B2 nima deb savol tug'ilishi mumkin? B bilan 2 bir xil narsa. Ya'ni ba'zi bir Excel'da 2 deb yozilishi mumkin, ba'zi bir Excel'da B deb yozilishi mumkin. Ya'ni qatori. B belgilaymiz. Производитель, ya'ni ishlab chiqaruvchi. Производитель V harfida joylashgan. Strelkasini bosamiz. V qatorida zavod turibdi. Keyingisi срок годности. Срок годности G qatorida joylashgan. G qatori. Seriyasi. Ba'zi bir поставщикlar seriyani ko'rsatmasligi mumkin. Seriya qatori bo'ladigan bo'lsa belgilaymiz. Agar bo'lmagan bo'lsa net yozug'ida qolaveradi. Grand Farmda seriya qatori bor. Seriya qatori F da. F. Количествоsi, ya'ni nechtadan kelgan. Количествоsi J qatorida. Sena bazvisi. Ba'zi bir поставщикlarda sena bazvi yo'q bo'ladigan bo'lsa, belgilamay o'tib ketsangiz, net deb ketsangiz, u qatorga bir raqamini avtomat tarzda joylashtirib qo'yadi.
Endi prixod narxi joyiga kelganimizda ushbu qator muhim hisoblanadi. Ba'zi bir postavщикlar sizga, ya'ni grantga o'xshagan postavщик bo'ladigan bo'lsa, dori mahsulotini narxini bezendeys narxida ko'rsatishadi va keyingi qatorlarda ushbu mahsulotga umumiy 10 ta yoki 5 ta pochka uchun to'lagan endeys summasini ko'rsatiladi. Ushbu nastroykalari, ya'ni ushbu qatorlarni tanlayotganingizda mahsulot narxi bez endeys yoki endeys bilan hisoblanganiga ahamiyat berasiz. Grant Farmda ko'ramiz mana. Cena с учетом skidki, ya'ni O qatorda bu narx endeysiz narx hisoblanadi. Shunda biz cena приходныйga endeysiz narxini belgilaymiz. Bu qator O. Skidka qatori kerak emas. Cena rozrishniy bu siz nech puldan sotishingiz mumkin. Cena rozrishniy bu sotuv narxi hisoblanadi. O'zingiz eng oxiridagi qatordan biror bir qatorga formula yasab turib, sotuv narxlarini formula yordamida belgilab ushbu qatorni belgilasangiz bo'ladi. Bizga bu qator kerak emas. Bizga summa ili stavka endeys kerak bo'ladi. Ya'ni mana endeys summa qatori, foiz qatori emas, summa ko'rsatilgan qator kerak bo'ladi. Bu qator T qatori. Qatorini belgilaymiz. Shtrix kod nima kerak bo'ladi? Ba'zi bir postavщикlar agarda Excel'ning variantida sizga shtrix kodlarini ham taqdim qilishadigan bo'lsa, ushbu shtrix kod qatorini bemalol belgilab qo'yishingiz mumkin va ushbu shtrix kodini agar programmangizda mavjud bo'lmasa, programmani o'zi avtomat tarzda qo'shadi. Eng pastda joylashgan saqlaying knopkasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, bir marta nastroyga tushdi. Keyingi safar grantdan keladigan bo'lsa, masalan, biror bir firmani tanlaymiz. Mana ko'rib turganingizdek, nastroyga bo'm-bo'sh. Keyingi safar grantdan tovar keladigan bo'lsa, shunchaki Grant Farm Trade'ni tanlaysiz. Sizga bir martalik nastroyga yetarli hisoblanadi. Endi bu Excel variantni kerakli joyga saqlanib qolishimiz kerak. Saqlaying kakka bosamiz va kerakli joyini tanlaymiz. Xo'p, bizga qulay bo'lgan joy рабочий stol. Рабочий stoldan imkon bo'ladigan bo'lsa, mishkan 10 talabini bosib, sazdat qilib, bitta papka ochib olamiz. Ya'ni hamma kelgan shot fakturalar рабочий stolni egallab olmaslik uchun. Xo'p, papkani nomini o'zingizga qulay bo'lganini yozib qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, prixod Excel. Saqlanib qilindi. Prixod Excel papkasiga kiramiz. Imya faylni o'sha postavщикning nomini yozamiz. Masalan, Grant Farm. Qaysi sanada kelgan bo'lsa, shuni yozib qo'yganingiz yaxshi. Sababi ajratib olishingiz oson bo'ladi. Imya faylga Grant Farm 2805 deb yozdik va saqlanib qilamiz. Xo'p, bundan keyin qilinadigan ish Открыть degan knopkasi bor. Bosamiz. Рабочий stolni tanlaymiz. Prixod Excel papkasida joylashgan ushbu fayl. Grant Farm tanlaymiz, chunki Grant Farm prixod qilamiz. Grant Farm tanlaganimizdan keyin Открытьni bossak ham bo'ladi yoki mishkan chap knopkasini 2 marta bosganimizdan keyin загрузка to'lib, ushbu qatorlar yordamida prixodga olib o'tib beradi. E'tibor qaratadigan joyimiz Excel va spravishnik degani. Qaysi biri nimaga ishlaydi? Excel bu shot fakturada kelingan dori nomi qatori va производитель, ya'ni ishlab chiqaruvchi zavod tomonidan. Spravishnik bu sizga ushbu dorini prixod qilib beradigan varianti. Xo'p, ACS Long 600 tabletga Lex Sloveniyani Excelning varianti ko'rdi va sizga ham ACS Long 600 mg shipuchi tabletga Sandoz Sloveniya bo'yicha prixod qilib beradi. Avtor 25 mg nomerim 30 ko'rdi va sizga ham Avtor 25 nomerim 30 prixod qilib beradi. Agarda Adaptol 500 mg lik tabletkani onlayn farmian Excelning varianti ko'rdi, lekin spravishnik sizga Adaptol 300 prixod qilib bermoqchi. Ushbu holatda noto'g'ri prixod bo'lib ketib qoladi. Sizga o'zi aslida Adaptol 500 mg lik tabletga kelgan, lekin sizga Adaptol 300 prixod qilib beradi. Shu holatda kursor bilan tanlaymiz. Enter knopkasini bosamiz.
sizni spravishnik sizga mo'ljallangan spravishnik ochiladi va kerakli doza va kerakli zavodni tanlab turib enter knopkasini bosamiz. Mana endi Adaptol 500 keldi. Adaptol 500 nomer 20 ni prixod qilib beradi. Har bitta qatori ko'zdan kechib chiqishni tavsiya qilamiz, sababi ba'zi bir dorilarda shtuka yoki zavodi o'zgarib ketib qolish xavfi bor. Ba'zi bir qatorlarni ko'rib turibmiz, bu dorini Adaptol 300 mg nomer 20 to'g'risida spravishnikdan hech narsani tanlamagan, ya'ni bo'sh qoldirib ketgan. Ushbu holatda kursorni ushbu bo'sh qatorga olib kelamiz. Enter knopkasini bosamiz. Bu dori oldin bizda yo'qmi, bo'lganmi bilib olishimiz muhim bo'ladi. Adaptol kapsula 300 bizda bo'lgan. Enter knopkasini bosishimiz bilan, demak, Excelda Adaptol 300 ketdi. Siz aptekangizga Adaptol 300 nomer 20 ni prixod qilib beradi. Keyingisi Azitro Sando tabletka 500 nomer 3. Xinfarm Qozog'istonniki. Enter knopkasini bosamiz. Keyin yozib ko'rsagan bo'ladi. Azitro. Ko'rganimizdek, bu dori mahsuloti bizda bor. Enter knopkasini bosamiz. Buni prihodga tayyorlab beradi. Qaysidir dori mahsuloti, masalan, Ambro dori vositasini mana tanlab turgani haqida strelka ko'rsatib turadi. Bizda oldin bo'lmagan ekan. Ushbu dori vositasini xuddi ruchnoy prihodga o'xshab turib, yangi karta qo'shib olishimizga to'g'ri keladi. Ambro dori vositasini to'g'risida bo'sh qatorga mishkani 10 knopkasini bosamiz va Novi deb tanlaymiz. Tepadan dori mahsulotining nomini yozamiz. Undan keyin nomer, ya'ni ichida nechta bo'lishini tanlaymiz. Keyin zavodini tanlaymiz. Zavodlarni filtr qilib olsak ham bo'ladi. Xim deb yozsak. Xinfarm Qozog'iston. Enter bosamiz. Undan keyin form.uz degan joydan kitobchasini bosamiz. Spravishnik ochildi. Xo'p, Ambro 15 mg. Endi siz qaysi dorini prixod qilayotganingiz yanglishib ketadigan bo'lsangiz, mana bu joyda strelka bilan sizga ko'rsatib turadi. Qaysi dorini prixod qilayotganingiz to'g'risida. Ambro 15 mg 2 ml nomer 5. Ambro 15 mg 2 ml nomer 5. Xinfarm zavodiniki kerak. Enter knopkasini bosamiz. Xo'p, MXI kodlar, ya'ni kod gnis avtomat tarzda tushdi. Ushbu dori mahsulotini qo'lingizda bo'ladigan bo'lsa, shtrix kodini skanerga uramiz. NDS degan joyga обязательно galочка qo'yamiz va saqlanib qilamiz. Ko'rib turganingizdek, yangi dori mahsuloti qo'shildi va Ambro keyin safar Grand Farmdan keladigan bo'lsa, iminda shu Ambroni o'zi avtomat tarzda tanlab beradi. Qolgan hamma bo'sh qolgan qatorlarni ham spravishnikingizda bo'lsa enter bosib turib belgilab chiqishimizga yoki yo'q bo'ladigan bo'lsa yengitdan qo'shib chiqishimizga to'g'ri keladi. Endi ushbu bo'sh qatorlarni faqat o'zini ajratib olaman desangiz, tepada неприязненный degan filtri bor. Bitta tanlasak, неприязненный bo'lgan qatorlarni hammasini sizga ko'rsatib beradi. Ya'ni 98 ta dori неприязненный, ya'ni bog'lanmagan, nima dorini prixod qilishni bilmayapti. Hammasini bittalab priyasga qilib chiqariladi yoki-da yangi dori, ya'ni yangi karta ochib qo'shib chiqariladi. Bundan keyingina aktivatsiya knopka bosish mumkin. Yana bitta muammo bor Excelda, ya'ni Adaptol 300 mg lik tabletkani siz Exceldan prixod qilayotgan paytingizda formga 500 mg deb belgilab beradi. Doimo shu ошибка sodir bo'lganda uni to'g'rilab qo'yish mumkin. Buning uchun tepada joylashgan medikamenti bo'limiga kiramiz va kerakli dori mahsulotining nomini yozamiz. Adaptol. Xo'p, bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana xato nimada ketgan? Adaptol dori vositasiga 500 mg lik dori ulanib qolgan. Ya'ni Adaptol 300 bu sizga prixod qilib berilishi kerak bo'lgan dori, lekin qaysidir firmadan bu dorini Adaptol 500 deb qabul qiladi. Shuning uchun ushbu dori vositasini mishkan 10 tarafini bosib, udallik qilib o'chirib tashlaymiz. Shundagina sizda prihodingiz to'g'ri ketadi. Mana bu yerdan ham tekshirib chiqamiz. Adaptol sizga prixod qilinadigan qatori va bu joyda Excelning keladigan varianti. Excelning variantdan Adaptol 500 nomerim keladi.
onlayn farm variantida keladi va boshqa variantida keladi. Qaysidir dori nomi o'sha noto'g'ri ulab qo'yadigan bo'lsa, bemalol tekshirib, noto'g'risini o'chirib tashlashingiz mumkin bo'ladi. Noshpa nomerim 100 ulangan, noshpa nomerim 25 ulangan. Ba'zi bir paytlarda noshpa prihod paytida sizga O'zbekistonnikini ulab berish mumkin. Shu medikamentik qatoridan ushbu dori vositasini o'chirib tashlaysiz va boshqatdan presga qilganingizdan keyin ushbu ошибка ikkinchi marta sodir bo'lmaydi. Hamma kerakli bo'sh bo'lgan qatorlarni belgilab bo'lganingizdan keyin aktivatsiya knopkasini bosamiz. Aktivatsiya knopkasini bosganingizdan keyin priyazinli bo'lgan dorilar qolmagandan so'ng bu dorni bu yerda ko'rishimiz mumkin. Umumiy summani tekshirib olamiz. Ya'ni bu yerda prihodniy umumiy summa tekshiriladi. Excelni variantga o'tib turib, umumiy summa tekshiriladi. To'g'ri prihod bo'lgan bo'lishi kerak. Keyin bu yerda hozir biz nastroyka qilib qo'yganmiz, 20% ga nastroyka qilganmiz. Har bitta dori mahsulotini kirim narxini ustiga 20% ustama qo'yib prihod qiladi. Ya'ni ba'zi bir dori mahsulotlariga narx qo'yayotganda okrugleniy narx qo'yadi. Azargi dori vositasini tekshiramiz, enter bosamiz. Narxi 168.300 so'm qo'ygan. Endi agarda 20% dan boshqacha narx qo'ymoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, ya'ni 10% ga yoki 7% ga tushiradigan bo'lsangiz, bemalol foizlarini Excel prihoddan keyin o'zgartirib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, 155 ming so'm sotmoqchisiz. Referent narxi agar siz F-apteka biznes turida pul to'laydigan bo'lsangiz, ya'ni F-apteka Goldga pul to'laydigan bo'lsangiz, pastki qismida referent narxi eslatib ketadi. 155 ming so'm sotuv narxi 198 mingga sotish mumkin. Saqlanib qilamiz va har bitta pozitsiyani bemalol xuddi shunaqa qilib to'g'rilab chiqsangiz bo'ladi. Ba'zi bir holatlarda qaysidir dorilarga sizga bonus bergan bo'ladi. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Ya'ni mana kuzatishimiz mumkinki, Bepanthen maziga 5+1 bonusini bergan. 5 ta Bepanthen maz olingan, bitta bonusga berilgan. Xo'p, bu kirim narxi 1 so'm, sotuv narxi 100 so'm bo'lib qo'ygan. O'sha bonusliga kursor bilan tanlab enter bosib kiramiz. Skidka degan joyda 100 yozilib qolgan. Shuni o'chiramiz. Va eng oxirdagi CNNDS, ya'ni sotuv narxiga avval necha pul sotib kelayotgan bo'lsak, masalan 56 ming so'm sotib kelayotgan bo'lsak, ushbu narxni qo'yib saqlanib qilamiz. Bepanthen mazni bonussiz olganimizga ham va bonusli olganimizga ham sotuv narxini bir xil qilamiz, lekin kirim narxida 1 so'm qolaveradi. Faqat unutishimiz kerak bo'lmagan tomoni, skidkadan 100 ni o'chirib 0 holatiga keltiramiz. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, CNNDSlarda narx qizarib qolishi mumkin yoki srok godnostlarda narx qizarib qolishi mumkin. Srok godnosti qizarib qolishining sababi bu dori vositasini sroki 3 oy muddatdan kam qolganini eslatadi. Agarda sotuv narxida qizil belgi turgan bo'lsa, bu bitta donasining narxi tangali bo'lib qolgani uchun shunaqa eslatma beradi. Pochkasining narxi 151 ming so'm, bitta donasi 5396 so'm 43 tiyindan tushadi. Agarda donalab sotishga mo'ljallasangiz, masalan 5300 so'mdan sotilsin desangiz, oxirida 0 paydo bo'lgan sabab bu eslatma o'chadi. Bu qizil belgilarning ma'nosi ichidagi shtuka tangali bo'lib qoldi degan ma'noni bildiradi. Undan keyin har bitta narxni to'g'rilab chiqqaningizdan keyin aktivatsiya knopkasini bosasiz. Agarda есть tovar, который должен быть NDS bo'ladigan bo'lsa, tekshirib chiqishingizga to'g'ri keladi. Ya'ni qaysidir kirim narxida NDS 0 bo'lib qolgan bo'ladi. Bittalab o'sha pozitsiyani ko'rasiz. Bu asosan o'sha skidkaga kelgan tovarlar bo'yicha bo'lishi mumkin yoki tovar kartochkasi yangi tovar ochganingizda NDS degan joyga galочка qo'ymagan bo'lishingiz mumkin. Mana bu qatorda ko'rishimiz mumkin. Воротник ortopedическийda summa NDS, ya'ni kirim narxida NDS 0 bo'lib qolgan. Enter bosamiz. 44400 so'm, lekin NDS qatori yo'q, ya'ni bez NDS bo'lib qolgan. Tepadan tip natsenkidan kitobchasini bosamiz. Summoy natsenki deb tanlasak, prihodniy narxiga NDS qo'yib beradi. Bundan keyin sotuv narxini belgilaymiz va saqlanib qilamiz. Shunda NDS bilan prihod qiladi. Agarda 48500 so'mni o'zi NDSli narx bo'ladigan bo'lsa, kitobchasini bosamiz, summoy natsenkani tanlaymiz
48745 ni seni endeys degan joyiga tushiramiz. Расчет knopkasini bossak 20% ga расчет qilib beradi. Sotuv narxi 58500 so'm. Ushbu qatori bemalol o'zgartirishingiz va saqlanib qilishingiz mumkin bo'ladi. Hamma endeyslarni qo'yib chiqdingiz, nollarni yo'qotdingiz, aktivatsiya bosganingizdan keyin ham ushbu ошибка chiqyapti. Shundan keyin nima qilamiz? Hamma nollar yo'qoldi. Endi подбор knopkasini bosamiz. Подбор knopkasi bosilgandan keyin endeys galchkasini qo'yish esingizdan chiqib qolgan bo'ladi. Mana ushbu qatorda endeys galchkalar qo'yiladi. Endeys so'ziga mishkan chap knopkasini bir marta bossak, qaysi mahsulotga endeys qo'yilmaganini filtr qilib beradi. Mana bunda endeys qo'yilmagan. Mishkani o'ng tarafini bosamiz knopkasini. Izminit tanlaymiz. Endeys degan joyda galchka qo'ymay prixod qilganmiz. Ushbu joyga galchkani qo'yamiz, saqlanib qilamiz. Shu galchka qo'yilmagani sabab sizga tovarni prixod qilib bermayapti. Endi aktivatsiya bosadigan bo'lsak, ushbu dori vositalarini bemalol sotishimiz mumkin bo'ladi. Endi savol bo'lishi mumkin, hamma mahsulotga 15% yoki 20% standart natsenka qo'ymaymizda, eski narxi bo'yicha menga prixod qilib bersang. Ya'ni oldin siz 110 ming sotgansiz, endi ham 110 ming sotmoqchisiz. Hammasiga standart foiz qo'yganda 10, 15, 20% qo'yilganda siz hammasini ovora bo'lib turib, narxini o'zgartirish sizga to'g'ri kelayotgan bo'lsa, unda bitta nastroyka bilan to'g'rilab qo'ysa bo'ladi. Xo'p, prixod qilishimizdan oldin F-aptekada joylashgan nastroykaga kiramiz. Yana nastroyka bo'limiga kiramiz. Дополнительный degan bo'limni tanlaymiz va ushbu joydan eng yuqori qismida joylashgan загрузка prixod по старой цене degan joyga galchka qo'yamiz va saqlanib knopkasini bosamiz. Ushbu nastroyka bizga avval sotuv narxini necha puldan sotayotgan bo'lsak, hozirgi kelgan dorini ham ushbu narxda to'g'rilab qo'yishga yordam beradi. Endi Xo'p, Grand Farm nastroykalar tayyor. Summoy natsenkada открыть qilib Grand Farm faylini ochamiz. Endi tekshirib chiqadigan bo'lsak, avval bu dorini necha puldan sotgan bo'lsak, masalan, Azitro Santo enter bosamiz, tekshiramiz. Xo'p. Bundan oldingi partiyada Yom Farmdan olganmiz va mahsulotni sotuv narxini 19700 so'm qilib belgilaganimiz uchun bu safar ham kelganida, ya'ni bundan oldingi prihodga qarab narx chiqaradi. Bundan bitta prixod oldin 19700 so'm sotuv narxi belgilangan edi. Shunga qarab eski narxida 19700 so'm qilib belgilaydi. Foizli qatorini kuzatib chiqishimizga to'g'ri keladi. Sababi qaysidir foiz kam bo'lib ketgan bo'ladi, qaysi birdalari minusga kirib ketgan bo'ladi. Qaysidir qatorlarning foizi juda ham katta bo'lib ketgan, 800% bo'lib ketgan bo'ladi, -60% bo'lib ketgan bo'ladi. Ularni birma-bir to'g'rilab chiqishimiz to'g'ri keladi. Foiz qatoriga mishkani chapini bitta bosadigan bo'lsak, minus bo'lib ketgan qatorlarni eng yuqori qismiga joylashtiradi va bu spiskani eng pastiga tushadigan bo'lsak, juda ham ko'p foiz qo'yib yuborilgan tovarlarni spiskani eng pastki qismiga joylashtirib beradi. Ya'ni juda ham ko'p qo'yilgan foizlar va minusga kirib ketgan foizlarni birma-bir o'zgartirib chiqamiz. Qolganlari bitta prixod oldingi narx bo'yicha sotursangiz bo'ladi bemalol. Masalan, Lactofiltrum dori vositasini tekshiramiz. Bundan oldingi prihodda 90 ming so'm bo'lgan sotuv narxi. Shuning uchun bu ham 90 ming so'm narx belgilagan. Shunaqa foizi katta bo'lib ketgan yoki foizi minusga kirib ketgan dorilarni pochkasining narxini boshqatdan qo'yib chiqishimizga to'g'ri keladi. Agarda расчет knopkasini bossangiz 20% ga boshqatdan nastroyka qiladi yoki siz belgilab qo'ygan foiz bo'yicha nastroyka qiladi va bundan keyin o'zingizga ma'qul bo'lgan narxni bemalol yozib qo'ysangiz bo'ladi. 75 ming so'm sotuv narxi. Nimaga referent narx chiqmayapti desangiz, Lactofiltrum dori vositasi bezaretsept sotiladigan dorilarning turiga kirgani uchun bunda hech qanaqa referent narx chiqmaydi. Hammasini foizlarini tekshirib chiqqaningizdan keyin aktivatsiya knopkasini bosasiz va bu dorilarni bemalol sotishimiz yoki filiallarimiz mavjud bo'ladigan bo'lsa, kerakli filiallarga jo'natishimiz mumkin bo'ladi. Grand Farmda ko'rdikki, narxlar bezendeys bo'lib keladi. Ya'ni bezendeys qatorida narxlar yoziladi, keyingi qatorlarda summa endeys yoziladi, nastroykasi nisbatan boshqacharoq.
boshqa pastavishklar esa, ya'ni meros yoki boshqa bir pastavishklar narxlarini endesi bilan qo'shilganini ko'rsatishi mumkin. Bunda qaysi joyga e'tibor beramiz va qanaqa nastroyka qilishni ko'rsatamiz. Meros farimi Telegramdan shot fakturasini oldik. Endi buni ham bir marta saqlanib qilib olamiz. Сохранить как. Xo'p, bu yerdan рабочий stolni tanlaymiz. Рабочий stolda prihod Excel papkasini ochib olgan edik. Nomi bo'yicha ajralib turishi uchun email faylga yozamiz. Meros farim va sana qo'yamiz. Yil shart bo'lmaydi. Oy va kun yetarli. Saqlanib qilamiz. Kerakli joyga saqlanib bo'ldi. Undan keyin Fabcheka programmasiga o'tamiz. Загрузить Excel'ni tanlaymiz. Xo'p, pastavishklarning ro'yxatidan meros farimni tanlaymiz. Agar ushbu pastavishlik ro'yxatda bo'lmasa, yonida bemalol pastavishga qo'shib olishingiz mumkin bo'ladi. Tip natsenkani to'g'risida joylashgan kitobchasini bosamiz. Summoy natsenkani tanlaymiz. Ko'rib turganimizdek, nastroyka qatori bo'm-bo'sh. Mishkani 10 knopkasini bosamiz. Novoy nastroykani tanlaymiz. Endi Excel'ga o'tamiz. Meros farimni Excel'ga. Xo'p, dorini nominamayasi nomi qatori S qatorida joylashgan ekan. Belgilaymiz. Nominamayni S. Xo'p, производители ishlab chiqaruvchi zavodi D qatorida joylashgan. D. Xo'p, срок годности G qatorida joylashgan. G. Agarda seriyasi siz uchun muhim bo'lmasa, seriyasini net deb ketsangiz ham bo'ladi. Agar seriyasi kerak bo'ladigan bo'lsa, seriya qatorini belgilab ketaverasiz. Ba'zi bir pastavishklar seriyalarni ko'rsatishmaydi. Количество. Bu yerda chalg'imasligimiz kerak. Количество case degan qatori bor va количество. Количество bu siz sotib olgan mahsulotlarning soni. Korobkasi bo'yicha. Bu yerda boshqa informatsiya turadi. Bizga количество, ya'ni i degan qatori kerak bo'ladi. Xo'p. Ushbu shot fakturada ko'rishimiz mumkin. Faqatgina pochka narxi bitta qatorda joylashgan. Ya'ni bezendes, summa endes degan joy yo'q. Ya'ni Alapinin dori vositasini narxi 73770 so'm. Bu narx endes bilan qo'shib hisoblangan pochkaning narxi. Nastroyka qilinayotganda sena приходныйga faqat o'sha sena endes bo'lgan qatorni joylashtiramiz, ya'ni K qatori. Bizga endi boshqa summa endes degan qatorlar kerak emas. Sababi 73770 so'm eng oxirgi endes bilan qo'yilgan narx edi. Buni shunchaki saqlanib qilamiz. Nastroykasi tushdi. Открыть qilamiz. Xo'p. Biz meros farimni fakturasini prihod qilamiz. Meros farimni tanlaymiz. Загрузка to'ladi. 106 xil tovar. Непривязанныйni bosadigan bo'lsak, привязка qilinmagan tovarlar chiqadi. Bularni ham xuddi Grand Farmga o'xshab turib, qaysi dorilar sizda bo'ladigan bo'lsa, masalan, mana Artaxan dori vositasi Excel'da ko'rildi, spravochniki, ya'ni sizga nima dorini prihod qilishni bilmayapti. Enter bosamiz. Tanlab beramiz. Artaxan, mana Parashok, Dile infuziya nomer 3. Enter bosamiz. 20 ta bo'ldi. Ya'ni bu qator kamayaveradi. Yana enter bosamiz. Benevron ampuli 3 ml, nomerim 5. Dorining otini yozamiz. Benevron B ampuli 3 ml, nomerim 5. Enter bosamiz. Kamayaveradi. Lerkamen 10, nomerim 58. Sizga qaysi dori vositasini prihod qilishni bilmayapti. Enter bosamiz. Bir martagina ulasak, keyingi safar shu dorini avtomat tarzda o'zi prihod qilib beradi. Enter bosamiz. Hamma kerakli bo'lgan dorilarni priyazga qilib chiqqanimizdan keyin e'tibor beramiz. Meros farimdan, ya'ni umumiy olingan summa ham dori qatoriga kirib qolish ehtimoli bor. Bu yerda umumiy to'langan summani ko'rsatilgan. Buni hech qaysi dori vositasiga ulamasligingizni so'rab qo'ygan bo'lardik. Endi непривязанныйdan galchkani olib tashlaymiz. Hamma dorilarni priyazga qilib chiqdik, yo'qlarini qo'shib chiqdik. Eng oxirdagi hamma dorilar uchun to'langan pul qatorligini bo'sh qoldirib ketamiz.
aktivatsiya knopkasini bosamiz. Sizda привязка bo'lmagan dori bor, davom etish xohlaysizmi deydi. Bu summa hisoblangani uchun yes knopkasini bosasiz va ko'rib turganingizdek hamma 105 xil, ya'ni 106 xil hisoblagani sababi oxirida summa hisoblagan. Bu yerdan eng pastiga tushsa, biza to'lagan pul 32.666.260 so'm. F-aptekadan tekshiramiz. 32.666.260 so'm. Hamma kerakli dori vositalarini narxlarini tekshirib, ko'rib, ma'qul bo'lmaganini o'zgartirib, foizlari oshib ketgan yoki foizlari minusga kirib ketgan hamma dori vositalarini birma-bir tekshirib chiqamiz va eng oxirida aktivatsiya bosamiz. Shu bilan prihod tugaydi. Va bemalol sotishimiz mumkin bo'ladi. Exildan prihod paytida bitta muammo kuzatiladi, ya'niki поставщикlar tomonidan yuborilgan short fakturalarda срок годности, ya'ni dorini срок годности umuman kalendarga to'g'ri kelmagan срок годности yozib qo'yilgan bo'ladi. Shuning uchun u dorini загрузка qila olmaydi. Hozir Excelning variantida bitta qatorni buzib turib, qanaqa ошибка berishini ko'rsatib qo'yamiz. Qarang. Excelning variantida Enam degan dori vositasiga 2026-yil sroki belgilangan. Agar shu qatorida 0032-yil bo'lib qoladigan bo'lsa, ba'zi bir поставщикlarda ushbu xato bo'lyapti. Saqlanib qolamizda. Endi Excelning variantdan ko'chirishga urinib ko'ramiz. Meros farim tip natsenkan belgiladik. Открыть qilib bosamiz. Meros farimni tanlaymiz. Ko'rib turganingizdek, xuddi shunaqa ошибка beradi. Data time, ya'ni qayerdadir datasida, ya'ni sanasida ошибка beryapti. Shunda Excelning variantga o'tib turib, har bitta dori vositasini срок годности kalendarga mos yoki mos emasligini tekshirib chiqishingiz kerak. Mana enam dori vositasi yili kalendarga mos emas bo'lgan yil turibdi, ya'ni 0032-yil. Ba'zi bir holatda 9060-yil yoki boshqacha srok godnosti bo'lgan bo'lishi mumkin. Ushbu srok godnostni dorini upakovkasida qanaqa yozilgan bo'lsa, o'sha bilan to'g'rilaysiz. Mana 2026-yil deb yozdik, o'zimizni o'zgartirdik. Undan keyin eng tepada joylashgan saqlanib knopkasini bosamiz. Sababi biz Excel variantga o'zgartirish kiritdik. Shuning uchun saqlanib knopkasini bosishimiz shart. Undan keyin Открыть qilamiz. Meros farimni short fakturasini tanlaymiz. Xo'p, непривязанныйda galchka turgan bo'lsa, dorilarni spiskasi chiqmay qoladi. Непривязанныйdan galchkani olamiz. Ko'rib turganimizdek, muammosiz prihod bo'lyapti. Aktivatsiya knopkasini bosamiz va bemalol bu dorilarni prihod qilishimiz mumkin. Ba'zi bir paytda narxlar kolичествоlar narxlar qatoriga o'tib qolishi mumkin. Bunda nima ish qilamiz? Prihod qilingan dorilarning qatorini удалить все qilib o'chirib olamiz. Keyin kerakli поставщикni qidirib topamiz. Mana настройкasi turibdi. Mishkani o'ng tomonini bossak, изменить, ya'ni o'zgartirishimiz mumkin. Qaysidir qatorni noto'g'ri yozib qo'ygan bo'lish ehtimoli bor. Excelga o'tamiz. Qatorlarni birma-bir o'sha harf yoki o'sha sonda turganini tekshirib chiqamiz. Ya'ni solishtirib chiqqanimizda qaysi qatordir noto'g'ri belgilanib qolgan bo'lsa, o'sha kerakli qatordan informatsiya tortiladi. Ya'ni sizga kerak bo'lgan summa chiqmay qoladi. Kerakli qatorni o'zgartirganimizdan keyin saqlanib knopkasini bosamiz va bemalol buni Excelning variantda prihod qilishimiz mumkin bo'ladi. Ba'zi bir paytda ma'lum bir поставщикni belgilaganingizdan keyin siz ko'rib turganingizdek juda ham настройкалар ko'payib ketgan bo'ladi. Ya'ni siz bilmasdan har safar yangi настройка ochgan bo'lasiz. Sizga kerak bo'lmagan настройкani mishkani o'ng tomonini bosib, удалить qilib o'chirib tashlangiz bo'ladi. Bitta поставщикka faqat bittagina настройка yetarli hisoblanadi. Madina farimdan short faktura olib Exceldan prihod qilayotgan paytimizda ko'p mijozlarimiz tomonidan qiyinchilikka duch kelyapti. Buning sababi Madina farim short fakturasidagi xatolik hisoblanadi. Bu yerda kuzatishimiz mumkin. Sanofi farim Fransiya yozug'idan keyin, ya'ni chiziqcha qo'yib turib, yana Fransiya yozilgan. Bu sababdan shu ikki marta Fransiya yozug'i yozilib qolganligi uchun
Exceldan prixod qilgan paytingiz производительlarni qatorini olmay qoladi. Agarda Exceldan prixod qilmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, buni hammasini qatorini o'chirib chiqishingizga to'g'ri keladi. Bittalar faqatgina davlatda bitta qolishi kerak bo'ladi. Shundagina buni kerakli joyga saqlanib qilib prixod qilishingiz mumkin bo'ladi. Yokida har safar kelganda priyaskalarni alohida boshqatdan to'g'irlab chiqishga to'g'ri keladi. Shu sababli Madina Farm savdodan olingan Excel'ning variantlarida ozgina qiyinchilik kuzatilishi mumkin. Yana bitta kuzatiladigan muammolardan srok godnostini alohida qatorda ko'rsatmaslik, seriya qatorini alohida ko'rsatmaslik Excel'dan prixod qilayotganda qiyinchiligiga olib keladi. Sababi ko'rishimiz mumkinki, Kuratio Farmdan berilgan shot fakturada dori mahsulotlarining nomi bor. Seriya va srok godnosti bitta qatorda joylashtirilgan. Programma seriyani alohida, srok godnostini alohida ko'rish uchun mo'ljallangan. Bu yerda to'g'ri ba'zi narxlar bor, kalistvalar to'g'ri, endesli narxlari bor. Keyin yana bu yerda yo'q narsalardan bittasi производитель, ya'ni Kuratio Farmdan shot faktura kelganda qaysi zavoddanligi noma'lum bo'ladi. Gramidinsa anestetikam yozilgan, buni zavod qatori yo'q. Programmada kerakli eng kerakli qatorlardan bittasi bu nominирование, ya'ni dorining nomi bo'lishi, производитель ishlab chiqaruvchi zavodda bo'lishi, srok godnost majburiy bo'lishi, seriya muhim emas, количество muhim, cena bazaviy muhim emas, cena приходный без индекс yokida cena indesli qator belgilanadi. Cena со skidki muhim emas, cena rozrishniy bu sotuv narxi, bu ham katta muhim emas. Summa ili stavka endeks faqat Grand Farmga o'xshagan shot fakturalarda muhim, shtrix kodi ham muhim hisoblanmaydi. Ya'ni muhim hisoblangan qatorlardan Kuratio Farmda dorining nomi bor faqat, seriya srok godnost bir qatorda, количествоsi bor, lekin производитель yo'q va seriya alohida, srok godnost alohida joylashtirilmaganligi uchun Kuratio Farmdan kelgan shot fakturani faqatgina ruchnoy prixod qilish mumkin bo'ladi. Yana bir eslatma, Excel'ning variantlarini Didoxdan zagruzka qilib olingan varianti bo'lmaydi. Sababi Didoxda ham xuddi shunaqa kerakli informatsiyalar yetarli darajada bo'lmaydi. Ya'ni u yerda zavodlarning qatori ko'rsatilmaydi yokida Excel variantda prixod qilish uchun eng zarur bo'lgan qatorlar Didoxdan zagruzka qilingan shot fakturada umuman ko'rsatilmagan bo'ladi. Shuning uchun siz gaplashadigan menejer yokida siz sotib olgan postavщик tomonidan Telegram orqali yuborilgan shot fakturadan prixod qilishingiz mumkin bo'ladi. Ba'zi bir postavщикlar shot fakturani olganingizdan keyin Excel'da ошибка berishi mumkin. Buni sababi shot fakturada nomi, qatori va zavodlarni ko'rsatilgandan keyin ko'rsatishimiz mumkin. Pastki qismida keyingi kelgan yengil dorilarning qatori bo'lishi mumkin. Mana bu joyda yangi prihodlar degan joyi. Undan keyin kutilayotgan tovarlar, ya'ni tepada bu qatorlarga biz boshqa informatsiya turibdi deb belgilaganmiz, lekin pastki qatorlar o'zgarib ketgan. Xo'p, buni yechimi nima desak, umumiy summa ko'rsatilgandan keyingi qatorni belgilab olamiz. Belgilangandan so'ng ishkan knopkasi o'ng tarafini bosamiz, udalit qilamiz. Ya'ni bizga kerak bo'lmagan qatorlarni o'chirib tashlaydi. O'chirib tashlagandan so'ng, ya'ni hamma qatorlarning nastroykasini qilib bo'lganimizdan keyin kerakli joyga saqlanib qo'yishimiz kerak yokida saqlanib bo'lgan bo'lsa, saqlanib knopkasini bosib qo'yib, o'sha qatordan yana zagruzka qilib olishimiz mumkin. Ya'ni biz belgilangan dori vositasini qatori zavodlardan keyingi joylashtirilgan ma'lumotlar bilan boshqa ma'lumotlarni mos kelmasligi tufayli ошибка chiqishi mumkin. Excel'dan zagruzka qilish haqidagi video qo'llanmamiz shundan iborat edi. Bu Excel'dan zagruzka qilish uchun sizda albatta F-Apteka biznes tarifi yoki F-Apteka Gold, bu ikkalasi ham bitta hisoblanadi. F-Apteka Gold yoki F-Apteka biznes tarifi yoqilgan bo'lishi kerak. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Izzatilla Maqsudov bo'ldi. Fom Group kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Fom dasturi, F-Apteka, F-Kassa va boshqa dasturlar orqali o'z biznesingizni nazorat qiling va rivojlaning. Rahmat.